Asoyin hamma qortosh bo'kizuvchilari ko'p turadi biz Muhammad Komiljon bilanmiz. Hop, sizni chaqirishimizdan sabab nechta savol javobimiz bor kanalga oid. Agar tanishtirib o'tib keting desangiz, tanishtirib o'tib ketaman. Hop, qarang, birinchi savolim komandada, ya'ni zborga qo'shilgan, ya'ni zbordan olinganingiz esingizda bo'lsa, hop, o'sha komandadan qo'shilganingizdan keyin qanaqa hissiyot bo'lgan, komandaning ichida hozir qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti, nima bo'lyapti, o'shani tushuntirib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu komandaga qo'shilish niyat bor edi. Qo'shilib oldik. Qo'shilgandan keyin komandani shu rivojiga o'zimiz hissamizni qo'yish maqsadimiz edi. Mana shu ozmi ko'pmi hissamizni qo'shdik. Yana bundan keyin ham qo'shib kelamiz. Ikkinchi savolimga o'taman. Bu savolim sal endi komandadan sal tashqariroq holatda bo'ladi. Ya'ni bizda ko'rasiz, ikkita sostav bor komandada. Ya'ni komandada ikkita sostav bo'layotgani bu bizga foydamizgami yo zararimizgami? Nima deb o'ylaysiz? Buni yaxshi tomonlari ham bor, lekin komandada bitta bir jamoa bo'lsa agar uncha foydasi kattaroq deb o'ylayman. Keyin yana bitta savolim bor. Endi bu xos ko'pchilik so'rayotgan narsa, ya'ni komandada homiy bormi deyishyapti. Ya'ni komandaning homiysi qachon bo'ladi? Homiylar kim? Ya'ni bizning o'zimiz auditoriyamiz bor-ku, bilasiz o'zingizlar. 2000 ta obunachi YouTube'da ham shu 2000 tadan oshib qoldik. O'shanga so'rashyapti, shunga qanaqa shu tushuntirishingiz kerak, что bizlarda homiy nima uchun bo'lishi kerak, qachon bo'ladi? Shunga siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu menimcha har bir ishni boshlaganda o'zi qiyinchilik bo'ladi. Shunaqa. Mana hozirgi shu davrdan o'tib keyinchalik o'zi homiy topilaveradi deb o'ylayman. To'g'ri. Komandada ko'rasiz, hozir bizda 8 ta formatda bor, 8 format. Siz paysiz markaziy bo'lyapti. Siz o'zingiz qaysi paysida o'ynashni xohlaysiz? Bu himoyada. Himoyada. Keyin 3 oylik eng yaxshi o'yinchi bo'ldingiz. Ya'ni nima uchun biz sizni eng yaxshi o'yinchi qildik deb o'ylaysiz? Endi komandada ko'pchilik yaxshi o'yin ko'rsatdi. Shunaqa. Shu himoyadagi o'yinimiz. Sizni o'sha anaqangiz kim? Kimga qiziqib o'ynaysiz? Qaysi professional futbolchi qiziqib? Aytib bering. O'zimizdan Abduqodir Husan. Voy, gap yo'q. Bu ko'rgan bo'lsanglar, videolarda ham masalan biz qo'yib boramiz, masalan, uchirib tashlaydilar, bosib ketasiz. Xo'p, endi yana bitta savolim bor. Oxirgi savol. Bu ko'pchilik so'raydi. Jamoaga qo'shilish niyati borlar ko'p. Endi jamoani o'z bilasiz, zbor qilmayapmiz. Keyin bolalar mana ko'rayotganidek, biz Komiljon bilan уже 3 oy bo'ldi, shartnoma asosida ish qilayotganimizga. Komil mana bizga tomonidan qanaqadir minus taraf bo'ldimi yoki komanda tomonidan ichki muhit minus bo'ldimi, o'shalarni ham tushuntirib o'tib ketsangiz, obunachilarimiz ham bu narsaga qiziqishadi. Komandada o'ylayman minus tomon bo'lmadi, lekin yanada rivojlanish uchun ko'proq harakat qilish kerak. Shunaqa. Ko'rib turganlar biz Komil bilan hozir shu haqida gaplashgan sababi bekorga emas. O'shanga aytmoqchi bo'lganimiz, biz qilayotgan ish, ya'ni biz qilayotgan mehnat bu har bitta odamni like, komment uchun bizni bitta oldin qadam tashlashimiz uchun sabab bo'ladi. O'shanga aytmoqchimiz, bu videoni ko'rasizlar, biz ham Komiljon bekorga chaqirmadik. Eng yaxshi o'yinchi bo'ldi uning ustiga. Shu xudo xolasa bizda yaxshi yangiliklar ko'p. Faqat sizlardan bitta iltimos, shu like, komment aymasdan bosinglar. Mana bizni Komilda ham masalan keyingi zborlarda xudo xolasa komanda a'zosida yana o'ynashni kutib qolamiz. Komil, rahmat, charchamang.